Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi mazmun tuxumning tan sog'lomligiga bo'lgan foydali taraflari. Tuxum bo'lsa, tamlik, yegandan keyin to'yg'unni tez his qilg'ili bo'ladigan va ajoyib ko'p xil iste'mol qilish usuli bo'lgan yemek turi. Gerçi tuxum tarkibida xolesterin ko'p bo'lsa-mu, ammo iste'mol qilgan tuxum tarkibidagi xolesterinning kishilarning qinidagi xolesteringa bo'lgan ta'siri intayin az. Uningdan boshqa tuxumning bir qator salomatlikka foydali taraflari bor. Shundaqla oziqlik qiymati nihoyat yuqori. Tuxumning oziqlik tarkibini so'zlasak, tuxumning iqi va seriqida oqsil bo'ladi. Cho'ng bir tuxumni taxminan 50 gram atrofida deb o'ylasak, uning tarkibida 6,5 gram oqsil, 5 gram may, 0,5 gram karbon suv birikmalari va 70 kilokaloriya issiqlik bo'ladi. Tuxumda yana vitamin B12, xolin, selin va temir qatorliq bir qancha xil B vitamin turlari va mineral moddalar mo'l bo'ldi. B vitamin turiga tava bo'lgan xolin bo'lsa, jigar va mingning sog'lomligida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Bu xil vitaminni tuxum yeyish orqali to'liqlashning tablet shaklida, ya'ni dori shaklida yeb iste'mol qilib to'liqlagan qaraganda unumi yaxshi bo'ladi. Shundaqla badanga oson simiriladi. Tuxumda yana oz miqdorda vitamin E, kaliy va kalsiy qatorliqlar bo'ladi. Tabiiy biqilgan yerlik to'xularning tuxumining tarkibida omega 3 yog' kislotasining miqdori ko'p bo'lib, tarkibidagi oqsil, vitamin va mineral moddalar qafasda biqilgan to'xularning tuxumiga qaraganda sal yuqori bo'ladi. Bo'lsa, yerlik tuxum iste'mol qilgan yaxshi, bo'lmasa odatdagi biqilgan tuxumlarning tarkibidami oqsil va boshqa oziqlik moddalar bo'ladi. Uning uchun iste'mol qilaversak bo'ladi. Bu tuxumdagi makro oziqlik arxivi tuxumni o'riqlashni planlagan kishilarning eng yaxshi ko'rib tanlaydigan yemek turiga aylantirgan. Sog'lomlik uchun oqsil kam bo'lsa bo'lmaydi. Badandagi oqsilning vazifalari bo'lsa, muskul, teri, choch, skelet va ichki a'zolarning normal qurilishida asosiy rol o'ynaydi va bu a'zolarning sog'lomligini saqlaydi. Tuxum sizning kundalik oqsil qabul qilishingizga mos keladigan qulaylik ham tamlik yemeklik bo'la oladi. 3 cho'ng tuxumda 19 gram to'liq oqsil bo'ladi. Shunglashqa odatda tuxumni badan sog'lomlashtiruvchilar yoki chiniquvchilar demakchi, yana yuqori saviyalik badan go'zallashtiruvchilar yaxshi oqsil manbasi deb yaxshi ko'rib iste'mol qiladi. Hem tuxumni bütün tuxum alat yeyish, ya'ni seriqlar iqin tang yeyishning muskul qurish uchun texmi unumi bor. Tuxumning cho'ng kichikligining o'xshamasligiga qarab, uning issiqlik miqdorimi o'xshash bo'lmaydi. Kichik bir tuxumni taxminan 38 gram atrofida desak, uningda 50 kaloriya issiqlik bo'ladi. O'tirhol tuxumda 44 gram desak, 60 kaloriya issiqlik bo'ladi. Cho'ng tuxum 50 gram bo'lsa 70 kaloriya issiqligi bo'ladi. Bu biz degan cho'ng tuxumning cho'ngroq tuxum 56 gram bo'lsa, bu 80 kaloriyalik issiqligi bo'ladi. Endi gigant tuxum, bek yo'g'on tuxum demakchi bu yerda 63 gram bo'lsa, buning 90 kaloriya issiqligi bo'ladi. Endi tuxumning qandoq pishirilishimi energiya tarkibiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, 3 cho'ng tuxumni 50 gram degandik, uning 70 kaloriya issiqligi bo'lgan. Undaqda 3 ta tuxumni albatta suvda qaynatib pishirsak, uning taxminan kaloriyasi 210 bo'ladi. Buni qo'shib 70 ni 3 ko'paysak chiqadi. Endi shu o'xshash misol cho'nglikdagi 50 gram 70 kaloriyalik tuxumni masalan mayda qo'rib pishirgan chog'da u chog'da uning tarkibi 300 kaloriya bo'ldi. Bir qadar yuqori bo'ladi suvda pishirgan qaraganda. Chunki bu yerda qo'rish uchun ishlatiladigan mayning issiqlik energiyasini qo'shib hisoblaymiz bu yerda.
Tuxum yeb bo'lgandan keyin odam o'zining to'yganligini tez his qiladi. Ham qo'saq to'q holatda bir necha soat uzoq chiday oladi. İşte qo'sig'i ichib ketmaydi demoqchi bu yerda. Ba'zi tadqiqotlarda nashtida tuxum yegan qatnashuvchilarning nashtida tuxum yemaganlarga selishtirganda shu kunlik tushlik va kechlik tomoqlarni oz yeganligini bayqagan. Tuxumga o'xshash oqsil miqdori yuqori yemeklarni yeganda badanda GLP va PYY qatorliq to'yinish hormonlarining qo'yib berilishini oshirdi. Shundaqla ishtay ochadigan hormon, ya'ni ochliq hormoni bo'lgan gelinni tuvaltalaydi. Shunglashqa ochliqni tabiiy azaytadigan ozuqlik qiymati yuqori yemeklarni iste'mol qilganda vaqtning o'tishiga ergishib og'riqlashga yordami bo'lishi logikaga uyg'un bo'ladi. Uningdan boshqa ba'zi tadqiqotda ko'rsatilishicha, tuxumning yuqori oqsilliq bo'lishi badandagi mayning miqdorini azaytishga va muskulning massasi, ya'ni ig'irligi demoqchi, shuni saqlanishiga foydasi bo'ldi ekan. Tuxum tarkibidagi xolesterin miqdorining boshqa yemeklarga qaraganda yuqori ekanligi rost. Bir cho'ng tuxumning tarkibida taxminan 210 mg xolesterin bor bo'lib, hammasi tuxumning serig'ida bo'ladi. Masalan, buni 100 gram qo'y go'shti bilan selishtirsak, bu 100 gram qo'y go'shtining tarkibida 70 mg xolesterin bo'ldi. Bir cho'ng tuxum degan 50 gram degan tuq, buning tarkibida 210 mg, demak 3 yassa yuqori degan gapda buning. Ammo tuxumni iste'mol qilish odatdagi shu qondagi xolesterinning yuqorilab ketishini keltirib chiqarmaydi. Uningga ta'siri nihoyat oz amaliyotda. Necha 10 yil ilgari burun demoqchi men bu yerda tuxumning tarkibidagi xolesterin yuqori bo'lg'achqa yurak kasalligiga giribdor bo'lish xavfini oshirdi deb qaralatdi. Hozir buning aksi chiqarmoqda. Nihoyat yaqinqi yangi tadqiqotlarning ko'rsatishicha, tuxumning yurak sog'lomligini yaxshilaydiganligini isbotlagan. Bu tadqiqotlarda doim tuxum iste'mol qilgan sog'lom kishilar, ig'irlik eshib ketgan kishilar, diabet kasali bor kishilar, shu xil turdagi kishilarning HDL xolesterol, ya'ni bu HDL xolesterol biz yaxshi xolesterolmi deymiz, yurak kasal xavfini tuvallaydigan xolesterol. Mushuni yuqori ko'taradiganligini, ham uning iqtidorini yaxshilaydiganligini. Shundaqla badanning insulinga bo'lgan sezgirligini oshirib, umumiy metabolizmni sog'lomlashtirganligini ko'rsatgan. Ham yurak kasal xavfini yuqoriladigan LDL xolesterinni yuqorilatmaydiganligini isbotlagan. Demak, buning ta'sir ko'rsatmaydi degan gap. Endi tuxumning ko'nirib qolganligini yoki bo'lmasa buzilib qolganligini qanday bilamiz desa, bir qachiga, bir aynak qachiga bo'lamdi, odatda qachiga bo'lamdi, bir qachiga sovuq suv quyib, tuxumni buni ichiga sep ko'rib baqsaq bo'ladi. Tuxumni ehtiyot bilan bu qachining ichiga qo'ygan chog'da, navoda tuxum suv yuzida laylab turib olsa, u holda bu tuxum bek ko'nirib ketgan bo'ladi. U chog'da chiqib ichiga qarab baqsaq bo'ladi. Navoda puruq o'zgarib qolgan bo'lsa, ishiltish kerak bo'lmaydi. Shuni tashib o'tish kerak buni. Endi tuxum qachining ostiga cho'kib, lekin tik holatda turib olsa, u holda bu tuxumni yeyishga bo'ldi, lekin bu tuxumni sal ko'nirib qolgan tuxum bo'ladi. Shu avval ichini ichib ko'rib baqish kerak. Tuxum navoda ostiga cho'kib singayan yotsa, bu tuxum yangi tuxum bo'ldi. Shuni xotirjam ishlasa bo'ldi. Odatda tuxumlarni to'g'natqida saqlasa, yaxshiroq 4 graduslik sovuq saqlaydigan yer saqlaymiz. Bunday yer saqlagan tuxumlarning nisbatan bakteriyalik bulg'unish xavfi bir qadar tuvan bo'ladi. Shundaqdimi eng yaxshi tuxumni pishirib yegan yaxshi. Bunda bo'lganda navoda tuxum bakteriyalar bilan bulg'unib qolgan bo'lsa, bu bakteriyalarni o'ltirgili bo'ldi. Albatta yuqori temperaturada bakteriyalar o'lib ketadi. Undan boshqa tuxumni ozuqlik nuqtasini aytgandimi, pishirgan yaxshi bo'ladi. Tuxumni pishirganda tuxumdagi oqsilni oson hazm qilib, badanga qabul qilish osonlashadi. Ham xam tuxumning iqida, ya'ni avidin deb ataladigan oqsil bor bo'lib, bu tuxumning serig'idagi biotin deydigan vitamin B7
Bunun bilan birlashib o chaqda bu biotinning badanga qabul qilishini to'sib oladi. Shuning uchun tuxum eqini pishirganda o chaqda avidin bilan biotin birlashishini oldini olamiz. Buning bilan tuxumning eqi va serig'idagi vitaminlarni yaxshi badanga qabul qilishiga foydali bo'ladi. Nurg'un kishilar tuxumning yurak kasali, metabolizm kasalliklari yoki ikkinchi tipli diabet kasalining kasal bo'lish xavfini oshirib etmaydiganligini anglab hayron qoladi. Taratqulardagi ziddiyat xabarlarni nazarda tutganda insonlarning qaymoqib qilishi ajablanarli emas. Shundaqla biz doktorlarmi burun bu to'g'risida bemorlarga tuxum yemaslik to'g'risida maslahat beradi. Endi bu yaqinqi yillardagi yangi tadqiqotlar natijasida bizmi ko'z qarashimizni o'zgartiryapmiz. Asta-asta bemorlarga tuxum yeyish to'g'risida maslahat bergan bo'ldik. Shunga bugun bu to'g'risida qisqacha to'xtaldim. Foydalanib qilishinglarni umid qilaman. Yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat, xayr xo'sh.